Maras! To'xtang aka, o'sha aytgan firma bilan sherikchilik qilsak bo'lardi-da. Ukam yana shu temani ochyapsanmi? Men senga necha marta aytdim. Va'da berib qo'yganman-da. Shular bilan sherik bo'lsak, ishimiz zo'r bo'lib ketadi aka. Sen ularga va'da berishdan oldin men bilan bir og'iz maslahatlashdingmi? Ana dokumentlarni men borguncha hal qilmalaring, xo'p? Rashid, ana aytgan ishimni eplolmabsizlar. Akam o'zi nima seni yonlarida olib yuribdilar. Nima buyurasizlar? Okamga bitta amerikano, menga bitta latte bering. Men bu yoqqa kelganimda nima olib kelaymiz? Birdaniga ofitsiantlar bilib amerikani olib kelishadi. Yengimisiz deyman-a? Sizga hech kimni xizmat qilgisi yo'q. Shuning uchun men keldim. Tushunmadim-ku. Nima deyapsan? Tanimayapsanmi? To'xta-chi ukam. Eshitaylik-chi nimaga ekan? Sizni qilayotgan muomalangizdan keyin endi tushunmayapman nimagaligini. Sizni oyog'ingizdan ko'ra tilingiz chaqqonroq ekan-ku, ha? Nima? Menga amerikano shakarsiz. Menga esa latte. Ha, menga Ayo, boshqa narsa ichmaydi. Bunga ham bitta amerikano olib keling. Menga qara. Shunda telefonda gaplashib keling, tez kelaman. Xo'p? Mana qara ukam, suv olib kelsang ayt. So'p ke. Bu nima qilganing bu? Ko'zing ko'rmasani, farosatingga. Nech pul turishini bilasanmi bu ishimmi? Yo'qol bu yoqda. Nima bo'ldi? Bizga siz qaravotuvdik shekilli, qayerda yuribsiz? Voy, haligi telefonda gaplashib qolib ketibman. Menga qarang, sizga nima xo'jayiningiz ish vaqtida telefonda gaplashish mumkin emasligini o'rgatmaganmi? Namuncha vahma qilasiz? Shunchaki suv to'kilibdi-yu. Shuning uchun kimnidir dilini ortish shartmi? Tushunmadim-ku. Akamga nima deyapsan-u? Menga qara, aqlli. Sizlarda nima mijozlar bilan shunaqa gaplashiladimi? Rashid, bor menejeri chaqir. xo'p xo'jayin. Sovuq bo'lmasa. Buncha zahar bo'lmasa.